Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zakislarsiz bormi? Dadang ham Daltonikinmi? Dadjon. Qizingiz bilan kuyovingiz keldi. Kuyov. O'zi ertalabgacha futbol ko'rdik-da, shunga uyqusi. Kiringlar. Rahmat. Ana domod qarang. Nima uchun terma jamoamiz jahon chempionatida yutolmadi? Ozgina omad yetishmadi. To'g'ri omad yetishmadi. Chunki bo'rini kallasi omad olib kelmaydi. O'zi nimaga keldingizlar? Ozgina problema bo'lib qoluvdi-da. Maylimi 2-3 kun shu yerda siznikida turib tursak. Yana urdingmi? Yo'q, dada, urganim yo'q. To'g'rimi? Urma dadang o'ldi-da. Siz xavotir olmang. Hammasi shu oyda o'zida hal bo'ladi. Faqat xotinim bilmasa bo'ldi. Gap yo'q. Ama 3-4 kunlik problemangiz shu ekan-da. Yo'q, noto'g'ri tushunmang. Ijaraga uy gaplashyotdi. Ha, ish qilib ijara emasmi? Yo'q. Ha, bu ijara yuravergancha bitta uy oling, erkak. Qayntam. Men tekna. Onasi, bo'ldi. Endi dadangnikida 2 sekund ham yashamaysan. Chunki men Navoiy City'ning qoq markazida joylashgan Anor Residence loyihasidan 2 xonali uy oldim. Qiyomat. Akistajda bir mirriz bo'lmasa ham kuchingizda ota olmos. Dadjon, mana bitimga tuflab qo'ydingiz. Boshlang'ich to'lovsiz ham xarid qilsa bo'lar-ekan. Shu yilning oxirigacha tayyor ta'mirlangan holda xonadonlar topshir ekan. Dadjon, bitta iltimos. Nima iltimos? Yilning oxirigacha siznikida turib turaylik. Domodjon, gap bo'lishi mumkin emas. Bizda ham bir iltimos bor. Xo'p. Yilning oxirigacha ana shu uydagi hamma kirlarni o'zingiz yuvasiz, bilammi? Mayli. Aynan domodimlar. Hozir shoshmay turing, ichki kiyimlarni ham olib chiqay. Obboray, xana. Juda bir go'zal bir xushro'ygina qiz ekansiz-da. Nimaga shu paytgacha o'ylanmagansiz? Ha, endi bu yerni so'rasangiz, biz umrimizni fanga bag'ishlaganmiz. Faylasuf qaynatajon. Bizaga ijaraga uy gaplashyapsizmi? Yo'q, qizimga ona, sizga qaynona gaplashyapman. Yoqmasa ayting, almashtiramiz.